Assalomu alaykum. YouTube, Instagram kuzatuvchilari, mana yana bitta jabrlangan odamni oldiga keldim. Murod aka degan aka mana kech payt bo'lsa ham bezovta qildim akani mana uylaridan. Murod aka siz qabulxonaga nimaga borgansiz? Prezident qabulxonasiga? Nima sabab aka? U mahallami boshqami 7 talik dedi, pulni olyapti. Million kelib rasmga olib ketyapti. Hech nima yo'q. Ishim hal olmayapti, hech kim xabar olmayapti sizdan. Yo'q. Uni ham tekshiradigan mutasaddilar bormi? Mana shuni bir tekshiringlar, mana shu odamga ham yordam beringlar. Bu odamni yana kimdandir $5000 haqqingiz ham bormi aka? Ish haqimizni olib ketgan, oilaviy ishlaganimiz. Oilaviy ishlagan pullarni bermayapti. Qatli u. Shahartepalik. Shahartepali. Abror degan bola. Boymi endi o'zicha u? Bilmayman. Mayli. Unga ham Xudo insof bersin. Xudo beradi ham pulingizni aka. Xudo xohlasa olib berishadi aka, inshaalloh. Yana aka, ana nogironingiz bor ekan aka. Bitta nogironingizga dispanserda yotganmi? Nogironingiz qancha yotgan? U cho'tta tug'ma u. Qancha yotgan? Har yili yotadi, o'zi tug'mada endi u. Necha yosh aka u? 93-yil u. 93-yil o'g'il bolam? Onasi ham mana shunaqa. Hozir pensiya berishadimi bola? Bittasi oladi, bittasi olmaydi. Ikkovi ham nogironmi? Bittasini o'chirib yuborishgan. Men yo'qligimda kelib pensiyaga da'vogar bo'lyapsan deb o'chirib yuborishibdi. Xo'ramxo'rlar. Aka, xo'ramxo'r ishlayotgan ko'p aka. Xudo xolasa duo qiling. Mana u hozir turgan vaqtimiz aka. U tahajjud namoz o'qiladigan paytda turibmiz inshaalloh mana aka mana. Mana shuni omana ko'ryapti. Hamma biladi bu vaqtda. Kech payt 1, 2, 3 ta orasi hali azon chaqirganlari yo'q nimaga? Bondotga. Xudo xolasa aka, inshaalloh qo'limizni oching. Alloh duo qiling aka. Sabr bersin. Ayniqsa stoldagilarga Robbina atina fid dunya hasanat va fil oxirati hasanat va qina azabannar. Rahmatika ya arhamar rohimin. Mana shu musulmonlar, mana shu odamga iltimos. To'rtta bersa hokim. Hammalardan bitta bir yordam beringlar. Mana shu yerda jabrlangan odam bor ekan. Milisalar ko'tarilib ketadi. Bitta ish qilmay. 4-5tasini ko'rdim o'zim. Aka, Xudo xolasa inshaalloh duo qildik mana. Tahajjud namoz o'qiyman hozir kirib. Inshaalloh yana duo Xudodan so'rayman aka. Yordam berishadi aka. Men ham sizga o'xshagan jabrlangan bo'laman aka. Mana shu yo'lga prezidentim ruxsat bergani uchun men chiqdim bu yo'lga. Bo'lmasa chiqmasdim. Oldin qo'qib hokimiyatlarga qo'qib kirib, qo'qib chiqib ketardim aka. Hozir qo'rqmay kiraman, hamma yo'q aka, inshaalloh. Xudoyim men bilan million pulni olyapti, bo'xti shuni qilmayapti bu ifloslar. Mayli aka, so'kmayman. Inshaalloh o'shalarga ham insof bersin, mana shu inshaalloh bitsin bizni ham ishimiz. Kambag'allar qiynalib yashamasin. Bizni prezidentimiz shuncha sharoitlarni yaratib beryapti. Inshaalloh bizga ham yordam beradilar, keladilar, ko'radilar inshaalloh. Bo'pti aka, uzr mo'min bin bo'ladi, bezovta qilganimga aka, sog' bo'ling. Instagram kuzatuvchilari yordam bergisi kelgan odam bo'lsa mana Chiromoshga birinchisi Hamidboyni uyi va domlaga kirib ketadi. Domlaga kirib ketaverishdi degan uylari mana. Bittadan chiqsa mana Somog'orga chiqadi ashitdi. Eski Somog'or bor. Go'ravol svetofordan to'g'ri kirsangiz, işte Somog'orda oldidan burilib kiraverar ekansiz uylariga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu odamning ikkita nogironi bor ekan, shu odam qiynalyapti ekan, yordam beradiganlar yordam beringlar. Ana savob zo'r. Inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.